Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, O'zbekistondagi lo'li millati haqida yoritib bering. Aslida lo'li millatini mo'ltonlar deyiladi-yu bizda. Hindistondagi Mo'lton degan joyga nisbat beriladi. Mo'lton degan shahar bor. Mana bizdagi o'sha Temuriylar sulolasi, Boburlar zamonida o'sha yerlargacha fath qilib borilgan musulmonlar. Ma'lumki, Bobur ya'ni o'sha yerlarda ham faoliyat olib borgan. O'shanda u yerdagi mushriklar, kofirlar qul va cho'ri tarzida o'zimizga olib kelingan. Mana shu mo'ltonlar ya'ni qul va cho'ri tarzida. Va keyinchalik ular islomga kirib ketgan. Ya'ni garchi hozir bularda ko'p bir shirk e'tiqodlar, boshqa narsalar bo'lsa, irim-sirim, lekin aslida ular o'sha kelib qolishligi biz tomonga mana shu Boburiylar zamonida qul va cho'rilar bo'lib kelib qolgan. Ba'zilar shunchaki mo'min musulmon bo'lib o'zlari ham ixtiyor bilan ham kelishgan. Buni tafsilotini biz tarix darslarida aytib berganmiz. Endi ma'lumki o'sha qul va cho'ri tarzida kelib qolgan tabaqa tabiiyki past tabaqa bo'lib qolib ketgan. Shuning uchun endi hozir qulchilik yo'qolib ketgan bo'lsa-da, cho'rilik baribir o'shalarga unday past nazar bilan qarash sodir bo'lib qolgan. Xuddiki mana arab diyorlarida Afrika xalqlari qul cho'ri qilib olib kelingan. O'shalarga hali-haligacha qoralarga, ya'ni past nazar bilan qarash bor. O'zimizdagi mana shunaqa mo'ltonlarga past nazar bilan qarashdek. Chunki asli o'sha qullikdan kelib qolgan, cho'rilikdan kelib qolgan odamlar. Endi shariatda millatchilik yo'q. Bu johiliyat da'vosi, ya'ni agar ular mo'min musulmon bo'lsa, lo'lilar buni hech qanaqa uni kamsitish uchun aytish joiz emas. Ularga birodar tarzda muomala qilish kerak. Hatto u qul bo'lsa ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, bu birodarlaring, sizlarning xizmatkorlaring, Alloh sizlarni qo'l ostingizlarga berib qo'ygan xolos deganlar. Ya'ni musulmon bo'lsa-da, o'sha qullar, cho'rilar qo'l ostimizda. Ularga biz o'zimiz yeganimizdan yedirib, ichganimizdan ichirishga, kiyganimizdan kiydirishga buyurilganmiz. Endi u xur bo'lsa-chi, mana hozir o'sha lo'li millati hech qanaqa qul emas, xur ular. Shuning uchun hech kim ularni kamsitib, oyoq usti ko'rsatib gapirishga haqqi yo'q. Mo'min musulmon bo'lsa, ularga birodar tarzida muomala qilinish kerak. Boshqa hech qanaqangi odamlardan farqi yo'q uni, ya'ni. Allohu a'lam.